O'tmish illyuziyasi va bugungi uyg'onish. Nega dunyo zulmat va g'uborga botdi? Azizlarim, hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega aslida ma'naviyat va shafqat keltirishi kerak bo'lgan baliq davri bunchalik loyqa va aldovlar ummoniga aylanib ketdi? Baliq burji o'z tabiatiga ko'ra pok, intuitiv va rahm shafqatga to'la. Lekin shunday bo'ldiki, bu safar taxtdagi navbatchiligi paytida guruh tarkibi juda og'ir keldi. Pok baliqlar iflos, loyqa suv ichida qolib ketishdi. Baliqlar bilan birga tulki epoxasi hukmronlik qildi. Bu hiyla nayrang, ochko'zlik, kibr va manmanlik davri. Bularning barchasi eng og'ir paytga, Kali Yuga davrining yakuniga to'g'ri keldi. Kali bu vayronakor energiyadir. Biz esa uning eng oxirgi choragida yashayapmiz. Bu imtihon vaqtlari. Bu darslar yanada qattiqlashadigan, chalkashliklar esa har qachongidan ham kuchayadigan yakuniy bosqichdir. Bitiruvchilar imtihoni. Biz ushbu buyuk hayot maktabining bitiruvchilarimiz. Bu finaldan o'tish qoidalari shafqatsiz, faqat sanoqli insonlargagina bu sehrli uyqudan uyg'onish va illyuziyalar oqimiga qarshi suzib, haqiqat nuriga yetib borish nasib etadi. Bu insonlar Allohning suygan, saralangan bandalaridir. Men sizni chorlayman. Shunchaki yaxshiroq emas, chinakam yaxshi inson bo'ling. Shunchaki odamiy emas, haqiqiy insoniylik cho'qqisi bo'ling. Shunchaki rahm shafqat ko'rsatmang. O'zligingiz rahm shafqatga aylansin. Yaqinlaringizni va o'zingizni halok qilmang. Agar asosiy narsani anglab yetsangiz, bu unchalik qiyin emas. Sen nima uchun yashayapsan? Agar inson ushbu dunyoga tug'ilishidan maqsadini bilsa, hech qanday illyuziya uni yutib yubora olmaydi. O'tmishning achchiq mevasi. Hamma narsa o'z joyida emas. 3 ayol energiyasi, energiyasi, g'uborli baliq, ayyor tulki va vayronkor Kali birlashganda nima bo'lganiga qarang. Suyanchiq bo'lish kerak bo'lgan erkaklar zaiflashib qoldi. Ular mas'uliyatdan qocha boshladilar. Ayollar bilan tengma-teng urushdilar. Ayollarning odatlarini qabul qilib bo'yanib, hatto o'z tabiatlarini o'zgartirib, o'zgalar rolini o'ynay boshladilar. Ba'zi erkaklar ayollarga taqlid qilsa, boshqalari ayollarni tahqirlab, ularning hayotini oyoq osti qilib sindira boshlashdi. Dunyo ostin-ustun bo'lib ketdi. Aqlli inson ko'rib turibdi. Hozir hamma narsa o'z joyida emas. Hiyla nayrang va vayronkorlik odamlarni chegaraga olib keldi. Ular kim ekanliklarini unutishdi. Eng muhimi, Alloh kim ekanligini unutishdi. Bo'ri va qovg'aning kelishi, tozalanish vaqti. Mana endi erkak yang energiyasining vaqti keldi. Taxtga texnolog qovg'a va sanitar bo'ri o'tirdi. Buyuk saralanish boshlangan va bu saralash vayronkorlik orqali kechadi. Chunki Nurafshon Satya Yugaga yo'l berishdan oldin Kali Yuga hali ham davom etmoqda. Bo'ri dunyoni barcha keraksiz, chirigan va o'z umrini yashab bo'lgan narsalardan tozalash uchun ishga kirishgan. Shuning uchun ko'pchilik kundan kunga qiyinroq holatlarga tushib qolmoqda. Illyuziyalarda uxlab qolgan, kibr osmonida uchib yurgan va aqldan ozganlar uchun tavba qilish va tiz cho'kish vaqti keldi. Buyuk o'tish, kvant sakrashi. Satya Yuga davriga juda oz qoldi. Hayot abadiyga o'zgaradi. Kimdir bu kvant sakrashni amalga oshiradi. Aksariyat esa yo'q. O'tmaganlarni nima kutadi? Alloh ogohlantirgan narsalar. O'tganlarni-chi? Ul zot va'da qilgan mukofotlar. Alloh rahimlidir. O'z qalbingiz uchun harakat qiling. Agar ehtiyoj sezsangiz, mag'firat so'rang, tavba qiling va ul zot bizni qanday ko'rishni istasa, shunday insonga aylaning. Nurli yo'lda turganlarga esa aytmoqchiman, sizlarga rahmat, boringizga shukr, yaxshi insonlar. Bizga o'zligimizning eng yaxshi versiyamizga aylanishimiz uchun imkon bergan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Ushbu mavzu yakunida barchaning yorug' maqsadlari amalga, yorug'likda oshishiga tilakdosh bo'lgan holda ushbu qo'shig'imni taqdim qilmoqchiman. O'zing bilan o'zing ovvora, mushkuling ko'p, tashvishing ko'p, atrofga qarashga vaqting yo'q. G'aflatda qolib ketma birodar. Inson zoti unutuvchi, neni unutganmiz esla. Ishonma dunyoda rost yo'q, rost sening qalbingda, qalbingda, qalbingda. Ikki yo'limizdan birida Alloh, birida shayton. Ikki yo'limizdan birida Alloh, birida shayton. Alloh bizni kutar, shayton yo'ldan ozdirar. Tuzoqlardan ehtiyot bo'l, har nedan ogoh bo'l. Bas qil, urushlarni yetar, bas qil, talashlarni yetar. O'zingga o'zing qilmagin jafo, o'zingnikiga bo'lmagin balo. Bas qil, urushlarni yetar, bas qil, talashlarni yetar. O'zingga o'zing qilmagin jafo, o'zingnikiga bo'lmagin balo. Uyg'on birodarim, tur, befarq bo'lma azizim. Nafrating yo'qot, ko'zlaringni och, esla
qolgan